Rahim. Bu darsni xulosasi inshaalloh Jidda shahriga borganimizda sayohatga shu sahoba to'g'risida so'ralganida kim birinchi javob bersa, shu sahobani yodlab qolsa yoki kundaligiga yozib oladigan bo'lsa, oliy prizlardan, sovg'alardan biri uyushtiriladi inshaalloh. Mavzu nima to'g'risida edi? Birinchi bo'lib bizi islom tariximizda bo'lib Muhammadiy tarixida kim birinchi labbaykallohumman talbiyani Rasulullohni sunishi bilan, Rasulullohning taklifi bilan aytgan. Suhbatimizni boshlaymiz. Xo'p. Albatta atrofda cho'l biyobondan boshqa narsa yo'q. Quloqinglar ham, ko'zinglar ham biz tomonda bo'ladigan bo'lsa, ana shu eshitayotgan narsalar xotirada yodlanib qoladi, esda qoladi inshaalloh. Makka va Madina yo'lida ketyapmiz. Mashalloh. Taqriban Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhumlar mana shu yo'ldan Madina Munavvaraga hijrat qilishgan. Va keyin haj umraga Rasululloh alayhi vasallam kelganlarda ham, Hudaybiyaga kelganlarda ham mana shu yo'l taqriban o'sha zamondagi xarita orqali hozirgi yo'l hisoblanadi. Bismillah. Birinchi bo'lib islom tarixida kim labbaykani aytgan? Xo'p, Madina Munavvaradan bundoq aytganda shimolga qarab yurganda, Suriya tomonga qarab yurganda, Suriya va Iroq o'rtasida Yamoma degan bir joy bor. Hozir ham bu joy bor. Yamoma. Yamoma. Men shaharning nomini yoki o'sha mintaqaning nomini aytyapman. Yamoma degan joy bor va bu Yamoma mana bu biz aytayotgan Arab yarim orolini shimol tomonda joylashgan. Ko'p yomg'ir yog'adigan, ba'zi yerlarda qor ham yog'ib turadigan joy. Tabiiyki bunaqa joyda ekin-tikin bo'lishligi mumkin. Haqiqatli joy. Nima ekiladi bilasizlarmi? Butun yer yuzi bo'yicha bug'doyni va unni eng ko'p eksport qiladigan davlatlar to'g'risida xabaringiz bormi? Bug'doyni va unni eng ko'p dunyoga eksport qiladigan davlatlar bor. Bilasizlarmi? Kanada. To'g'ri. Yanachi? Endi bizga yaqin davlatchi. Qozog'iston. Qozog'istondan bizning yurtlarga bug'doy ham, un ham eng ko'p eksport qilinadigan joylar. Chunki o'sha yerda bug'doy ko'p bo'ladi, demak tabiiyki un bor. Endi biz hozir nomga olgan, tilga olgan, nomini aytgan Yamoma degan qishloq aynan mana shu Arab yarim orolida shunaqa bir joyki, dehqonchilikka xoslashgan va bo'lib ham bug'doy ekiladigan joy. Butun mana shu Arab yarim orolni o'sha davrda hatto Makkani, Madinani ham un bilan asosiy ozuqa bilan ta'minlovchi Yamoma qishlog'i bo'ladi. Shu qishloqni sayyidi o'sha davrda bunday aytganda gubernatoridir, meridir, ko'zga ko'ringan eng kattasi oqsoqoli Sumoma ibn Usol al-Yamomi al-Hanafi degan odam. Sumoma yozib olinglar. Ibn Usol al-Yamomi al-Hanafi. Al-Yamomi degani Yamomalik, Hanafi degani shu Yamomani Hanif degan Bani Hanifa degan qabilasining bolasi degani. Yozib oldinglarmi? Lekin savol javob qilinganda dabdursa savol javob qilamiz. Haliga yozib olgan narsalar, bloknotinglar, yon daftarlar yo'qligida savol javob bo'ladi. Xo'p, ketdik, bismillah. Shu odam Rasululloh davrida yashagan. Payg'ambarimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallam davrida yashagan. Hali iymon keltirmagan, musulmon bo'lmagan, bo'lganda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rmagan, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'g'risida xabari bor. Va bu odam niyat qilib qo'yganki, bir iloji bo'lsa ushlab olsam-u, yo bu to'g'ri kelsam-u Muhammad alayhisalomga bir adabini berardim, eng kamida urardim yo o'ldirardim degan maqsadi bo'lgan bu odam. Haqiqatan va bu ishda qo'ldan ham keladigan odam bo'lgan. Nimaga bir qabilaning katta sayyidi? O'sha davrda o'sha butun yarim orol, o'sha davrdagi butun yer yuzi hisobda bu odam tanigan. Nimaga desa, bu odamning qishlog'i ayni o'sha insonlarga kerak bo'lgan asosiy oziq-ovqatlarni eksport qiladigan katta bir manba.